gelmez. Haydi küsmeye gelmez. Eller oynasın, eller diller oynasın diller. Eller
sog'liq tilaymiz. Doim shunday joylarda o'ynab kulib yurgizamiz. Endi aziz mehmonlarimiz, davramizga Mahmasahat oshnasi tomonidan bitta sportivka hamda ikkita futbolka davramizga prezga kirgandi. Hozir davramizda prezlarimiz shu. Davramizga 100 TL prezimiz uchun Navruz ukamizdan hamda Namat tog'asi sizdan 50 TL uchun davramizga prezga xizmat qilmoqchimiz. Hamkorlarimiz kelingizlar. Hurmatli ismlaringizni mehmonlarimiz Navruz hamda Namat. Kelingizlar. Navruz ukamiz uchun aziz mehmonlarimiz, prezidentimiz uchun Kenja, Namaz, Akbar, Ilhom, Yaqub, Mazar. Kelingizlar yigitlarimiz, sizlarni ham prezidentga taklif qilmoqchimiz. Namaz, Akbar, Kenja, Ilhom, Yaqub, Mazar kelinglar. Endi esa hurmatli mehmonlarimiz yana ham tabrik so'zlariga taklif qilamiz. Hozirgi tabrik so'zlaridan hurmatli qonunchilar kelinimizning mamlakat bolasi, sayyora ammasi. Kelingizlar, tabrik so'zlarini sizdan eshitamiz. Kelinimizning sayyora ammasi hamda mamlakat bolasi ikkala mehmonimiz. Sizlarga to'y mikrofoniga taklif qilmoqchimiz. Ketidan tayyorgarlik ko'rib tursin. Kelinimizning Aybek jiyani Shamdor amakisi.
Davramizda qonunchiligimizdagi hozir chaqirib kelishlaringizni so'raymiz. Endi o kishilarimiz davramizda yo'q bo'lsa, hurmatli kelinolarning guvohlarini taklif qilmoqchimiz. Bahram oshasi kelinimizning mavzusi deganisi. Do'stlik bo'lsa teng bo'lsin. Yurak bag'rikeng bo'lsin. Mehnatda hamrohati doim hamrohing bo'lsin. Do'stlik boshi, ko'zsiz oshim deydilar. Do'stlik kishini aytishi kerak deydilar. Mavzuda deganasi hozir Bahram oshasi guvohlari kerak. Assalomu
Endi aziz mehmonlarimiz, hurmatli oshlar, davrimizga ham qo'llarni keltirdik. Davrimizga vaqtlar kelsin. Seriklarning oldidagi mehmonlarimiz, hurmatlarimiz, vaqtimiz umrga davomlashga kerak muhojirlar. Sahobalarimiz, hurmatli kelinglar, sizlarni o'rtaga taklif qilamiz. Sizlar uchun hayotni daqiqalar yetmaydi. Bugungi vaqtingizga yetilgan vaqt ko'plarni birgalikda qo'llarni ulashib kesishga ruxsat beramiz. Kelingizlar, kelinglar. Pastga tushingizlar. Rasmga hurmatli kelinglar. Davrani kengroq olingizlar. Hurmatli kelinglar. Kelingizlar. Amali yo'q so'zlarda, hayoti yo'q so'zlarda, ikki yuzli dostlarda Alloh sizni asrasin. Boshqa kelar kulfatda, ichi qora ulfatda, hatto quruq to'qmatda Alloh sizni asrasin. Yengilmas ayollardan, hatto kirdikorlardan Alloh sizni asrasin. Yaxshi shu hayotda o'rin qabul qilganda shunaqa men deganda Alloh sizni asrasin. Eshitish istamaganda, tushunish xohlamaganda, shunaqa men deganda Alloh sizni asrasin. Hayotingiz qadrida, sirdoshingiz dardida, yetmaydigan kimsada Alloh o'zi asrasin. Rabbim asrar yaxshilar, insonlarning lashini, yomon ishga qarshi Rabbim o'zi asrasin. Kimgadir kelsin, kimga kelasin, kimnidir kutasin, toqat qilasin. Yo'qlar chekkayib, chetda turasin. Bu besh kunlik dunyoda maqsading nima? Jallolar, tillolar o'tadi bilasan. Qayg'ular, alamlar o'tadi bilasan. Bir kuni Xudoyim kutmasan. Bu besh kunlik dunyoda maqsading nima?
beshiklar boshida farzandlaringizni xizmatga berishni Alloh taoladan so'rab qolaman. Endi hurmatli yigitlarimiz, yoshlar, biroz davrani kengaytirib oldingizlar. Nikoh o'ziga topshiriladi. Kelin-kuyovlar uchun nikoh o'ziga. Sigirlar, hurmatli kelin-kuyovlar, nikoh o'ziklarini qabul qilingizlar. Hurmatli kelin-kuyovlar uchun nikoh o'ziklari. Qarsaklar bo'lsin, yigitlarimiz, nikoh o'ziklari uchun. Oltin o'zik taqib yorning qo'liga. Kelayapsiz yangi hayot yo'liga. Niyatimiz shirin turmush qilinglar. Haqiqat tilaymiz. Baxtli bo'linglar. Oltin o'zik nikoh o'ziklaringiz muborak bo'lsin. To'ylaringiz qutlug' bo'lsin. Tabriklaymiz. Endi davrani kengaytirib oldingizlar. Anonimizga ko'ra hozirgi davrani ikkita vals bo'ladi. Birinchi vals faqat kelin-kuyovlar uchun yangraydi. Ikkinchi vals arkadaşlar, do'stlar, sizlarni ham taklif qilamiz.
Dua bering, kerak-keraklarning baxtlari uchun. Dua olgan omondir, qardish olgan yomondir. Dua bilan el ko'karar, yomg'ir bilan yer ko'karar deyishadi maqsadga.
Endi mana shurda kuyovga chiqmagan qizlarimiz bo'ylab yigitlarimiz. Tabraga tuzingizlar. Kelimiz shu nazma. O'rtaga gul tashlaylik, gul nazmini boshlaymiz. Bo'ylab yigitlarimiz o'ynamagan. Hamda kuyovga chiqmagan qizlarimiz. Kelimiz tayyormisiz? 1 2 7 chiqdi. Endi yar-yar sadoqlar bilan kerak olamiz. Buyur ete.
Hadi.